Ana. G'ichillamay qo'ydi. Erkak kishini tanasiga quvvat beradigan, rizqiga baraka kelishda sabab bo'ladigan ikkita omil bor. Bittasi uni ulovi, ikkinchisi uni ayoli. Uloviga ham, ayoliga ham vaqti chiroyli mehr berib tursanglar, mana bunaqani ovoz chiqmasdan zo'r ishlaydi. Eshik, mashina g'ichillamay xizmatingizni qiladi, ayolingiz g'ingillamay xizmatingizni qiladi. Salomat bo'lasizlar. Demak, mergan hurmatli erkaklar, ayniqsa 40 ga yaqinlash, 40 dan o'tganlar boyaga g'ingillamaslik uchun dedim-ku, mana marhamat. To'g'ri 10 taliga urasizlar. Yoshlik hammaga aloqador narsa bu. Ya'ni suyeli g'ichillamaslik uchun. Yantoq jigar tozalab, allergiyadan chiqib olish uchun olma sirkasi, ayollar kamqonlik, gormonalning o'shadagi buzilishlar, yana hammani hazm tizimini yaxshilash va qisqa qilib aytganda tanani yoshartirish. Salomat bo'lasiz.